shahridagi Sport Hall saroyi markaziy ringida 69 kilogramm vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi sharafini Shahram G'iyosov himoya qiladi. Boksimiz yulduzi jahonning eng yorqin jangchilaridan biri va O'zbekiston terma jamoasining mana shu vazn toifasining va butun dunyo reytinglarining eng baland pog'onalarida borayotgan bokschilardan biri. Shahram G'iyosov butun dunyoga tanildi. Rio Olimpiadasidan so'ng kumush medalga sazovor bo'ldi. O'zbekiston boks tarixidan joy oldi. Ana endi o'zining birinchi jahon chempionatida qatnashyapti. Ha, biz Shahramni haqiqiy yulduz sifatida bilamiz, ammo u juda ham yosh va o'z faoliyatidagi birinchi jahon chempionatida qatnashyapti va darhol yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mana endi final ostonasida faqat finalga qadam tashlash qoldi do'stlar. Chin dildan barchamiz birgalikda mana shunday kunlarda Shahram G'iyosovni qo'llab-quvvatlaylik, unga g'alaba tilaylik. Bugun unga juda murakkab bokschi raqib bo'ladi. Qozog'istonlik Ablaxan Jusupov. Ablaxan Jusupov bilan Shahram G'iyosov Toshkentda o'tgan Osiyo chempionati finalida jang olib borgan va g'alaba qozongan. Shahram uni yaxshi biladi. Yutuq va kamchiliklarini ham o'rganib chiqqan. Mana endi o'z rejasi asosida raqibini mag'lubiyatga uchratsa bo'ldi. Hozirning o'zida O'zbekiston terma jamoasi barchani qoyil qolishga majbur etdi. Mana endi yana bir qadam. Shahram G'iyosov. Yigirma yoshda Jusupov Shahramning raqibi, Shahramning o'zi esa 24 yoshda. Ya'ni tajriba G'iyosov tomonida bo'ladi. Dmitro Lazarev jang referisi. Shahramni muxlislar qo'llab-quvvatlashni boshlashdi. Birinchi raund boshlandi do'stlar. Darhol ishga kirishdi bokschilar, faollik bilan boshlashdi. Bir-birini o'rganishga vaqt sarflashmaydi shekilli. Shahramning birinchi urinishi. Yaxshi hujum, chap qo'lda berilgan aniq zarba, o'ng qo'lni tayyorlayapti Shahram aniq yo'llash uchun. Jusupov hozircha reaksiyasini namoyish etib egilib qoldi. Yana hujumga o'tyapti G'iyosov. Yaxshi. Oldinga intildi Shahram G'iyosov va hujum tashkil etishga muvaffaq bo'ldi. Yaqin masofaga kirib borishyapti bokschilar vaqti bilan. Jusupov qo'llarini blok qilishga urinyapti. Shahram jiddiy tarzda nigohini raqibning bosh qismiga qaratgan, qo'lini yuqori ushlab turibdi. Qizishib olgandan keyin qo'lini tushirib raqibni o'z yoniga chorlashni ham boshlaydi, lekin bu Shahramning keyingi rejalarida bo'lsa ajab emas. Hozircha esa birinchi raundni yuqori darajada o'tkazish zarur. Va ustunlikni birinchi raundning o'zida qayd etib qo'yishga harakat qiladi Shahram G'iyosov. Yana klinchga intilyapti Jusupov. O'ng qo'lda zarba berishga urindi Shahram. Jang davom etadi. Birinchi raundning yarmi ortda qoldi. Shahram G'iyosov o'rta masofada yaxshi urinish, yaqin masofaga kirib borganda kombinatsiya ijro etdi. Uni yakunlovchi chap qo'l zarbasi bilan tugatdi. Juda yaxshi. Hozircha ringda ustunlikni qayd etish jarayoni davom etyapti. 1 daqiqa qolyapti bu ishni oxirigacha yetkazish uchun Shahram G'iyosovdan. Chorlayapti yoniga raqibini, o'ng qo'lini ishga soldi, zarba yo'lladi.
Yana Jusupov klinchni yuzaga keltiryapti. U yaqin masofada Shahramning ustunligini yo'qqa chiqarishga urinib ko'ryapti, lekin Shahram uning rejasini darhol o'qib oldi va tezda klinchdan chiqib ketishga harakat qilyapti. Yaxshi o'ng qo'l vaqtida yo'lladi. Yana bir o'ng qo'l, bunisi endi ancha kuchli zarba bo'ldi va Jusupov asabiylashishni boshladi. Yaxshigina zarba o'tkazib yuborgach, rejasidan chetga chiqib seriyani namoyish etdi, ammo noaniq. Oxirgi sekundlarda ham Shahram ustunligini qayd etib qo'ydi. Yaxshi raund Shahram. Yozib, mana O'zbekiston bayrog'i Rustam Saidovning qo'lida. Shahram G'iyosov birinchi raunddan keyin ko'rsatmalar oladi. Ravshan Xadjayev uning murabbiyi, Rahmatjon Ro'zaxunov, har doimgidek Marat Qurbonov. Ketdik ikkinchi raund do'stlar. Shahram G'iyosovni birgalikda qo'llab-quvvatlaylik. U juda ham muhim jang o'tkazyapti o'z faoliyatida. Jahon chempionati yarim finali boshlandi. Ikkinchi raund. Yaqin masofa, yana yaqinlashyapti Jusupov. Shahram kutib olyapti chap qo'l bilan. Yaxshi, tana qismiga aniq zarba, ketidan o'ng qo'lni ulab yubormoqchi edi, biroz yuqoridan o'tib ketdi. Ikkinchi raundning birinchi daqiqasi nihoyasiga yetyapti. Yaxshi kutib oldi Shahram, aniq zarba bilan o'ng qo'lda yana bir aniq zarba, ketidan yana huk. Yana bir huk o'tdi aniq jag' qismiga. Seriya bilan himoyadan chiqib ketdi. Ana endi qizishdi Shahram, ana endi tempni oshirdi, ana endi maksimal tezligini namoyish etishga tayyor. Ketdi. Chap qo'l. O'ng qo'l tayyorlanyapti. O'ng qo'l o'tdi. Tezlik qo'shdi Shahram. Bu yog'iga endi uni to'xtatishning iloji bo'lmaydi. Yaxshi kirib bordi. Yana bir o'ng qo'l, ana oyoqlar ham ishlashni boshladi. Fintlar boshlandi, tezlik qo'shildi. Ochiq jang boshlanib ketdi. Zo'r. Daqiqa. Raund tugashiga. Boshning orqa qismiga uryapti Jusupov. Uning ustiga stopdan keyin o'ng qo'l, yaxshi ketidan chap qo'l. Yana bir o'ng qo'l. Gap yo'q. Yana masofani ushlayapti. Mana bu eng katta yutuq G'iyosovning. Majbur etdi Jusupovni o'rta masofada ishlashga va har safar Jusupov endi oldinga boraman deganda qarshisidan Shahramning mushlari uchib kelyapti. Mana shu pauza kerak emas edi-yu, mayli. Shahram ham nafasini rostlab oladi, u ham yuqori tempda ishlayapti. Mana o'zbekistonlik muxlislar hamma yoqda faol. Bugun yurtimizda bayram. Bokschilarimiz mana shu bayramda o'ylaymanki har bir tomoshabinning kayfiyatini ko'taryapti. Ikkinchi raundning oxirgi sekundlari. Yana oldinga intilyapti Shahram. Tana harakati yordamida himoya. Yaxshi ikkitalik zarba seriyasi. Qisqa seriya. Tegmay qoldi biroz. Yaxshi. Kutib olish. Eng muhimi Jusupovni kutib olish. Ko'ryapmiz-ku, u yaqinga intilyapti. Shahramning qo'llarini ushlab qolishga intilyapti. Mana shunga yo'l qo'ymasdan
o'z uslubini raqibga singdira olib, yaxshi chap qo'l, yaxshi o'ng qo'l. Taktik jihatdan Shahram hammasini to'g'ri qildi. Birinchi raundda raqibga ishlashga berdi, lekin oxirini olib ketdi. Ochkolar bo'yicha yutib ketdi. Ikkinchi raundda to'liq ustunlik qildi. Mana endi 3-raundda qayd etib qo'yadi ana shu ustunlikni. Menimcha shunday. Umid qilamanki shunday. Ishonaman shunday bo'lishiga. Bokschilarimiz jahon chempionatida ham rekord qayd etishga ulgurishdi. 9 ta bokschi chorak final yo'llamasini qo'lga kiritdi. 9 tasi. Bu rekord. Jusupov ham birinchi jahon chempionatini o'tkazyapti. Shahram ham aynan jahon chempionatlarida birinchi bor qatnashyapti. Ikkalasi ham orzu qilishyapti. Shahram G'iyosov bu orzuga yaqinlashdi. Ikki raund davomida endi hal qiluvchi 3-raund. Birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz Shahramni. Yaxshi seriya. Ochiq jangga kirishib ketishdi. Ochiq jang bu yog'iga Shahram yoniga chaqiryapti raqibini. Qo'lini tushirgan holda o'ziga ishonyapti. Yaxshi kutib oldi o'ng qo'lda. Yaxshi kutib oldi chap qo'lda. Mana bunday qo'lni tushirib olib chaqirish uchun reaksiya maksimal darajada bo'lishi kerak. Shahramda esa reaksiya super darajada. Yana Jusupov yaqinlashib oldi. Chiqib ketdi Shahram vaziyatdan. Ikkita zarba bilan chiqib ketdi. Yana bir o'ng qo'l. Yaxshi, yana ochilyapti Shahram. Endi bu chaqirishning yo'li. Chap qo'l. Ketidan o'ng qo'l. Reaksiya yaxshi o'ng qo'l chiqib ketdi vaziyatdan. Oyoqlar to'xtamayapti. Ringning o'zida bir necha kilometr bosib o'tdi G'iyosov. Birinchi daqiqa bizniki 3-raundda. Yaxshi seriya. Ikkita zarba qisqa, ammo orasida aniq zarba chiqayotgani bizga ball beryapti. Har bitta ball esa muhim. Yaxshi o'ng qo'l. Yakka o'ng qo'lning o'zi bilan ham kirib boryapti Shahram. Qilichbozlar singari shpagasi bilan himoyani yorib o'tyapti. Davom etamiz. 1 daqiqa Shahram G'iyosov, 1 daqiqa yaxshilab, o'zing bilgandek. Chiqib ketdi. Ketidan huk yaqin masofadan. O'ng qo'l, chap qo'l. Yana chap qo'l. G'iyosov ham qarshi emas, ba'zida nafas rostlab olishga, lekin uning jang uslubiga bu to'g'ri kelmaydi. U raqibni bosim orqali va to'liq tashabbus evaziga ishonchini so'ndirdi. O'zi esa ishonch bilan harakat qilyapti. Shuning evaziga olib ketyapti hozir raundlarni Shahram G'iyosov. O'ng qo'lni ishga soldi, oldinga tashladi. 15 sekund. Qani oxirgi shturm. 1 o'ng qo'lda yaxshi. Muhim faollik 10 sekund, oxirgi sekundlar. Yana bir hujum oldinga intilyapti. Va bo'ldi. Jang tugadi. Shahram G'iyosov ajoyib tarzda o'tkazdi yarim final jangini. Qoyil super bokschimiz yana bir bor o'z darajasini namoyish etdi. Yana bir bor noyob texnika egasi ekanligini hammaga ko'rsatdi. Uning raqibi ko'rinishidan ham bilib olish mumkin ushbu jangda kim ring egasi bo'lganini. Baravar zarba berilgan ekan. Mana bu takroriy vaziyatda Shahram keyin o'ng qo'lini ham ulab yuborgan edi. O'sha ochiq boks ko'rsatilgan vaziyat bizga namoyish etilyapti. Ana endi do'stlar, tayyor turamiz. Jang g'olibi
Shahram G'iyosov, O'zbekiston final, yana bitta final. 4-bokschimiz kutib oling bayram sovg'asini Shahram G'iyosovdan. Mana va bizning O'zbekiston qahramonlari, O'zbekiston terma jamoasi boks bo'yicha har doimgidek o'z darajasini namoyish etdi va har doimgidek raqiblarga ham hurmatini ko'rsatib qo'ydi. Qoyil sizlarga, shunchaki qoyil va rahmat. Mana shunday ayyom kunlarida butun o'zbek xalqini chiroyli g'alabalar bilan, oddiy g'alabalar emas, chiroyli g'alabalar bilan ular xursand qilishyapti, kayfiyatni ko'tarishyapti. Murabbiylarga chin dildan rahmat, bokschilarimizga rahmat, federatsiyaga alohida va albatta O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi, bularning hammasi mana shu tayyorgarlik jarayonida o'z hissasini qo'shishdi.